Vaqt mashinasi 14-qism. Toshkent 1984-yil Chuqursoydagi alohida xavfli ruhiy kasallar saqlanadigan yopiq klinika. Yarmigacha ko'kka bo'yalgan, poliga shaxmat qilib terilgan jigarrang kafeli qirilib, uniqib ketgan uzun koridordan bo'yi baland, mo'ylovli sanitar amaki ovqat tashiydigan aravani itarib bormoqda. Arava Toshkentda birinchi jinnixonani qurgan general gubernator Kaufman zamonidan qolgani bois g'iyqillab ovoz chiqarib ketyapti. Koridor bo'ylab tizilgan temir eshiklardan birining karmushkasini sharaqlatib ochgan sanitar patnisni qo'yib baqirdi. "Titi, tur o'rningdan, jratva keldi." Titi deganlari plazma va kvant fizikasi bo'yicha maxfiy tadqiqotda qatnashgan olim Tursunboy Tangriberganov bo'ladi. U Xorazmda Shovot tumaniga tutash Ilonli qishlog'ida tug'ilgandi. Titi harbiy tadqiqot natijalarini ataylab yo'q qilganlikda ayblanib, tribunalga berilgan. 2 yillik tergov natija bermaganidan keyin aqlan nosog'lom va jamiyat uchun xatarli deb Chuqursoy jinnixonasiga tiqilgandi. U alohida nazoratda saqlanardi, hatto bir marta Moskvadagi Serbskiy nomli jinnixona vrachlari kelib, tekshirib xulosa berishgandi. Xulosaki, atigi 1,5 varaq. Ovqat tarqatuvchi sanitar amaki jinnixonadagi barchaning diagnozini bilar. Barini 2 og'iz jumla bilan yumaloq yostiq qilib ayta olardi. Titi 3 faza to'qli transformator ichiga kirib, elektr tokiga qo'shilib o'tmishga borib kelgan. Bu gapni aytib bo'lganidan so'ng basharangga qarab mo'ylov buraydi. Siz esa kulishingiz kerak. Sanitar atay ochiq karmushka oldida Titining diagnozini aytardi. Titi bo'lsa karmushkaga yuzini tirab bo'g'iq ovozda yuksak kuchlanishli tokni qudratli elektromagnit maydoniga aylantirilib, to'g'ri konfiguratsiya qilinsa, odam tanasi radio to'lqinga aylanib 100 nur tezlikda uchadi. Shu ketishda u fazo devoridagi tuynik orqali yo kelajakka, yo bo'lmasa o'tmishga bora oladi. 100 nur tezligida. Mo'ylovli sanitar Titining oxirgi gapini unga jo'r bo'lib qaytardi va yonidagi sherigiga "Ana, men nima degandim sizga" degan ma'noda qarab, ba'zan yemak, ba'zan dori solinadigan aravani g'iyqillatib ilgari surardi. Titi SSR Mudofaa vazirligi dengiz flotidagi harbiy kemalarning radar va antiradar qurilmalari tadqiqotida qatnashgandi. U o'ta katta kuchlanishli transformatorni atay portillatib, tadqiqot natijalari yig'ilgan laboratoriyani vayron qilganlikda ayblangan. Oldiniga josus deb taxmin qilindi. Bu tasdiqlanmagach, uni jinnixonaga joylashtirib qo'yishdi. Yozilmagan qonunga ko'ra, jinnixonadagi olimlar, aniq fan bilan shug'ullanadigan professorlar sog'-salomat 4 muchasi butun saqlanishi kerak. Ularni kaltaklash yoki maxsus ukol qilib sabzavotga aylantirish mumkin emas. Bu qoida Lavrentiy Beriya zamonidan qolgandi. Agar shu qoidaga zid tarzda deylik Korolyovni qamoqda o'ldirib yuborsa, unga qo'shilib SSR kosmonavtikasi ham tug'ilmay go'rga kirgan bo'lardi. Titi mo'ylovli sanitarning mazax obyekti bo'lsa ham sharoiti yaxshi edi. Boshqalardan ancha yaxshi. Titining o'zidan eshitaylik. Qor odamiga gugurtni tushuntirib bo'lmaganiday, katta olimlarga radio to'lqin nima, efir maydoni kabi elementar narsani tushuntirish ilojsiz. Mana Qodir aka Mahsumov Toshkentning Xorazm ko'chasidagi radiodan gapiryapti. Uning ovozini Ilonlidagi qirda eshitib o'tirishibdi. O'rtada 1000 kilometr. Qanday qilib 1000 kilometrga Qodir akaning ovozi simsiz yetib bordi? Radio to'lqin bo'lib. Xo'p, buni tushundingiz. Ammo jism ham radio to'lqinga aylanib 1000 kilometr, hatto undan ham uzoqqa bora oladi. Buni radio to'lqinning murakkab, ammo real taraqqiyoti deb qabul qiling. Bu gaplarni 1000 marta aytdim. Formulasini yozib berdim. Ammo ular mendan nega transformatorni portlatding, kim uchun ishlaysan deb so'rayveradi. Transformator 1 tiyin, arzimas chaqa. Agar men aytgan ilmiy yo'nalish rivojlansa, odam yoki har qanday jism radio to'lqinga aylanib, nur tezligida minglab kilometrlarni bosib o'tadi. Masalan, Qushka shahrida turgan tankni radio to'lqin orqali Saxalinga 1 sekund ichida eltib qo'yish mumkin. Buni tushunish kerak.
Men bu ilmiy yo'l kashshofi emasman. Nikola Tesla va Albert Einsteinni qunt bilan o'qib, sal bo'lsa ham tushungan shogirdman. Titi shu yerga kelganda kulrang latta to'ppisini kiyib, omadsiz shogird deb qo'shib qo'ydi. Qadim Rim cho'pchiklarida Axilles tovoni degan ibora bor. Bu odamning nozik joyini bildiradi. Axilles tug'ilganida onasi Fetida o'g'lining tanasi o'q o'tmas bo'lishini istaydi. U go'dagini muqaddas Styx daryosi suvida cho'miltirib oladi. Ayol bolaning tovonidan tutgani uchun suv Axillesning tovoniga yetmay qoladi. Bir kun Axilles peshingi siesta payti dafna daraxti soyasida uxlab yotganida Apollon o'zining Paris degan kamonidan o'q uzadi. Kamon uning eng zaif joyi bo'lmish tovoniga kiradi va Axilles o'ladi. Har qanday kuchli odamning zaif nuqtasi bo'ladi. Xavfsizlik xizmatlari, har xil 007 va James Bondlar bu zaif nuqtani qidirib yurishadi. Erkak olimlarning boshi ikkita bo'ladi. Bittasi yelkada, yana bittasi oyoqlarining orasida. Ana shu ikki oyoq orasidagi boshni aylantirish vazifasi sohibjamol agentlar zimmasiga tushadi. Isroil atom bombasi haqida gullab qo'ygan fizik olim Mordexay Vanunining taqdiri bunga yaqqol misol. Marokashlik Yahudi Vanuni Isroilga kelib, Beershev universitetida fizika o'qiydi. Favqulodda talant egasi bo'lgan olim keyinchalik Isroil atom bombasini yasashda ishtirok etadi. Isroil esa hozirgacha bizda atom bomba yo'q deb inkor qiladi. 1986-yil Vanuni Britaniyaga kelib, Sunday Times gazetasiga barcha bilgan ma'lumotini beradi. U atom bombasi ishlab chiqarish jarayonini suratga olgan edi. Nashr shu suratlar bilan bezalgan surishtiruvni e'lon qiladi. Maqolada Isroilning 40 kilogramm plutoniy asosida yiliga 200 ga yaqin atom bombasi yasagani yoziladi. Maqola Isroil va uning xavfsizlik idorasi Mossad uchun bomba edi. Nima qilib bo'lsa ham olimni Isroilga keltirish vazifasi qo'yildi. Mossadning eng sohibjamol agenti Cindy Londonga keldi. U qo'shtirnoq ichida tasodifan ko'chada olim bilan uchrashib qoldi. Olim unga oshiq bo'ldi qoldi. Bir haftalik oqivoh, o'ldim-u kuydim hamda karavotdagi ot o'yinlardan keyin agent Cindy Vanuniga behush qiladigan dori berib, qopda mashina bagajda o'g'irlab Isroilga keltiradi. Olimni sotqin deya 18 yilga qamashdi. Fizik daho #T15962 raqamli abadiy mahbusga aylandi. Siz yozuvchi va rassom Shuhrat Bobojonning Vaqt mashinasi audio kitobi 14-qismini tingladingiz. Davomi bor.